Dadamdan xat. Salom qizalog'im. Agar bu xatni o'qiyotgan bo'lsang, demak 12 yoshga to'lding. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, asal qizim. Esingdami? 12 yoshga to'lsam nima sovg'a qilasiz derding. Ada, 12 yoshga to'lsa, katta sovg'a berarkan-a? Ha, kimdan eshitdingiz buni? Menga nima sovg'a qilasiz? Oldin 12 yoshga to'lib oling, xonim. Bu yog'ini keyin gaplashamiz. Xo'p. Ada, Oh. qo'shnimiz Nigaraga 12 yoshga to'lgandan keyin o'zida sovg'a qilishibdi. Siz menga nima sovg'a qilasiz? Xonim, 12 ga kirishingizga hali 4 yil bor. O'sha vaqt kelsa, o'ylab ko'ramiz. Xo'p. Adasi, Ha? qarang. Shahzodaga nima bo'ldi shahzoda? Shahzoda, qizim, nima bo'ldi? Qizimizni o'zingga ishondim onasi. Undan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim. Uchdi ketdi bosh. Men seni tashlab ketganim yo'q. Jon qizim, qo'lingni ko'ksingga qo'y. Meni his qilyapsanmi? Jajji tanangdagi muhabbatga to'la yurak mendan senga sovg'a. 12 yoshingiz muborak bo'lsin, xonim.